İçimizdeki toqunuşlar. Suyumlik oqurman. Sizning uzundan buyon ojizlashmay kelayotgan bu psixologiya asari bo'lgan qalbimizdagi to'qinishni ochqiningizdan nayt xushalman. Bu bir odamning ichki dunyosi tasvirlanadigan ruhiy analiz asari bo'lib, bir tarafdan o'qib, bir tarafdan tahlil qilib va o'zi ustida o'ylanib, dumbisidan so'g'oq o'tib, sagiklashgandek hissiyotda bo'ladi. Har bir odamning psixikasi intayin murakkab. Ashu qalbidagi tangirqash, to'qinish, tirkishishlar balkim yot kishilar tarafidan ko'rilmasligi mumkin. Ammo biz har birimizning vujudida haqiqiy mavjud. Ziyoda qizg'inlik, boshqalarga ehtiyotchanlik bilan yaqinlashib, boshqalar bilan bo'lgan orliqni angliq holda saqlab, yuzaki kuchlik bo'lib olish orqali qalbimizdagi ojizlikni yoshirib, xiyoliy, g'oyaviy obrazni haqiqiy o'zimizning o'rniga dastatdik. Bularning kaynida balkim qo'rqish, bexatarlik tuyg'usi bo'lmaslik, umidsizlanish, o'zidan bezor bo'lish qatorliq biz his qilolmagan masalalar bo'lishi mumkin. Kitob o'qish orqali biz tomosha ko'rgich qiyofatida o'zimizni texim aniq ko'rsata olamiz va tahlil qila olamiz. Shu orqali o'zimizni o'zgartirishga urinib boqamiz. Garchi bu kitobda psixikalik davolashning mumkinligi eng oxirgi bir bobda bayon qilingan bo'lsa-mu, lekin o'zidagi masalaning mavjudligini tunib yetish bir xil davolash hisoblanadi. Psixologlarning isbotlashicha, kishilar ba'zi psixikalik masalalar saqlangan ahvol ostida yanada normal yashay oladi ekan. Karin Xunning pishqan asri bo'lish sifati bilan bu kitob yolg'iz nazariya jihatda psixologiyaning taraqqiyotini ilgari surib qolmasdan, balki psixologiya asarlarida kam uchraydigan falsafa yuksakligiga yetgan. Nimishqa qiziqqa qalbingiz bilan o'zingizni izdamaysiz? Bu bir maydon o'zini bayqaydigan qalb safari. Yana mangadigan uzun yo'l bor. Yo'lning oxirida o'zingizga ostag'ina bir jumla naqsha etib bera olasiz. U yerlarni men oxiri bir-birlab saqaytdim. Kelgusiga intizor bo'lgan sizlarga taqdim qilaman. Sizning bu safaringizning behuda bo'lmasligini umid qilaman. Kirish so'z. Bu kitobdagi bir qism mazmunlar bemorlarimdan va o'zimni analiz qilgandan keyin erishgan natijalar bo'lib, bu kitobni yozishdagi maqsad ruhiy analizning taraqqiyotini tirishib ilgari surishdan iborat. Bu kitobdagi nazariya asta-asta shakllangan. Uning ustiga nurg'un yillar o'tgan. Amerika ruhiy analiz ilmiy jamiyati ilgari meni bir qator leksiyalarni so'zlashga taklif qilgan. Mening ko'z qarashim dal mushu leksiyalarga tayyorlik qilganda texim ro'shanlashgan edi. Mening tunji leksiyamning temasi ruhiy analizning mahorati bo'lib, uning asosiy mazmuni ruhiy analizning texnikalik masalalar ustida muhokama yurgizishdan iborat. Men 1944-yili yana xarakterni birlashtirish temasida ikkinchi qatim leksiya so'zladim. Bu qatimqi leksiyaning mazmuni bu kitobda so'zlangan masalalarni o'z ichiga olib qolmasdan, yana maxsus kurs tibbiy sho'yani va ruhiy analiz ilmiy jamiyatida so'zlangan ba'zi temalarni o'z ichiga oldi. Masalan, ruhiy analiz orqali davolash usulidagi xarakterni birlashtirish, yolg'izlik psixologiyasi va xorlash talvilkiga eg'ishning ahamiyati degandek. Men bir qism ruhiy analizchilarning rostilla bizning nazariya va analiz usulimizni isloh qilg'isi borligini bilaman. Men bu kitobning ularga yordam qilishini, shundaqla ularning bemorlarida va o'zlarining vujudida mushiyat bayon qilingan ko'z qarashlarni qo'llanishini umid qilaman. Ruhiy analiz orqali olg'a qarab taraqqiy qilish uchun cho'qim qattiq vositalarni qo'llanib, o'zimizni qiyinchiliklarimizni o'z ichiga olib, shu orqali tajribaga ega bo'lishimiz ham tajriba jarayonida o'rganishimiz kerak. Agar biz hozir holatga qanoat qilib olg'a intilmasak,
Undaqda bizning nazariyamiz amaliy ahamiyati yo'q qatmal ideyaga aylanib qoladi. Lekin o'zini tunimoqchi, davomli tirishib o'sib yetilishni xohlamoqchi bo'lganlarga texnika masalasi va abstrakt psixologiya nazariyasini muhokama qilmaydigan har qanday kitobdan yordamga erisholadiganligiga chunqur ishonaman. Bu kitobda tasvirlangan ichki to'qinish murakkab muhitda yashayotgan kishilarning zo'r ko'pchiligida bor. Shundaqla bu kishilarga yordam bera oladiganligi narsaga ularning hammasi ehtiyojliq. Garchi ashu mutaxassislar nervi kasalini davolay olsin. Biroq meningcha o'zimizning bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatishimiz natijasida qalbimizdagi to'qinish cho'qim zo'r darajada o'zgardi. Men bemorlarim bilan birga xizmat qilish jarayonida nervi kasalligiga nisbatan texmi aniq tunishga ega bo'ldim. Shunga men eng avval ularga rahmat aytaman. Xizmatdoshlarimning qiziqishi va qizg'in tushunishi bo'lg'achqa, men xizmatni davomlashtiradigan harakatlantirgich kuchga ega bo'ldim. Shunga ularga chunqur rahmat aytaman. Men davatgan xizmatdoshlar, mendan cho'ng bo'lgan xizmatdoshlarni o'z ichiga olib qolmasdan, yana bizning tadqiqot o'rnimizda tarbiyalanayotgan yosh xizmatdoshlarni o'z ichiga oladi. Mayli ularning qarash fikri yoki mulohazalari bo'lsin, hammasi menga qo'zg'atish va ilhom berish rolini o'ynaydi. Uningdan boshqa yana 3 odam bor. Garchi ro'yi analiz sohasiga tava bo'lmasin. Lekin mening xizmatim olg'a qarab taraqqiy qilish jarayonida hammasi alayda usul bilan meni qo'lladi. Birinchisi doktor Irvin Johnson. U menga fursat berdi. Men yangi ijtimoiy tadqiqot yurtida o'z ko'z qarashimni bayon qildim. Bilishingiz kerakki, ayni chaqda e'tirof qilingan analiz nazariyasi ham amaliyotdan o'tkazgani faqat Freudning klassik ro'yi analizidan iborat edi. Yangi ijtimoiy tadqiqot yurti va falsafa ijtimoiy fanlar fakultetining mudiri Clara Meyer. Men alayda rahmat aytadigan kishi bo'lib, shuncha yillardan buyon u mening xizmatimga izchil ko'ngil bo'lib qolmay, yana mening analiz xizmatida erishgan barliq yangi bayqash va yangi qarashlarimning hammasini ular bilan tang bahramand bo'lish va muhokama qilishga rag'batlantirdi. Men tilga olgan 3-kishi men bu kitobga tuzish kirgizgan vaqtimda menga nayt zo'r yordam bergan nashriyotchi Nurton apandi. Oxirida mening o'z ko'z qarashimni aniq ifodalab bera olishim nayt zo'r darajada kitoblik materiallarni yaxshi tashkillaganligimdan bo'ldi. Menga yordam qilgani bo'lsa Minat Cohen. Shunga men yana uningga cho'nqur rahmat aytaman. Karun Xoni. Muqaddima. Mayli biz nimani asos qilayli, yana qandaq murakkab usullar orqali nervi kasalini tadqiq qilayli, oxirida biz shuni bayqaymizki, mijoz xarakterining qalaymiqonlashishi va kamtik bo'lishi nervi kasalini keltirib chiqaradigan sababdir. Amaliyotda bu mazmunni bir yangi bayqash degili bo'lmaydi. Chunki boshqa barliq psixologiyalarning hammasidagidek bu nuqtani bayqagan. Ichki to'qinishning azobini uzluksiz yetkazib tortgan kishilar ro'y kasal giribdor bo'ladi. Qalbi xotirjam, ideyasi ig'ir besiq kishilarda cho'qim bundoq masala ko'rilmaydi. Bu nuqta har bir davrdagi shoir va faylasufga nayt aydin. Hozirgi zamon nazariyasida barliq nervi kesali xarakter nervi kesali deb qaraladi. Buning nervi kesali alomatlarining qandaq bo'lishi bilan hech qanday munosabati yo'q. Shunga mayli biz nazariya tadqiqot olib borayli yoki amaliy tahlil qilayli, nervi kesali xarakter qurilmasini texim yaxshi tushunishga tirishishimiz kerak. Amaliyotda Freudning kelib chiqish nazariyasi garchi bu ko'z qarashni texmi aniq ifodalab bermagan bo'lsa-mu, ammo bu ko'z qarashga nayt yaqin bo'lib, ijodiy xarakterli xizmat hisoblandi. Keyin Frans Alexander, Otto Rank, William Reich, Harold Schultz Hanek
qatarlıq Freudning tədqiqatıga aq-aqdan varislik qilgan va uni taraqqiy qildirgan. Ammo xarakter qurilmasining to'g'ri mohiyati va paydo bo'lish sababi jihatda ular erishgan yakun o'xshash bo'lmagan. Men bilan ularning tadqiqot asosi butunlay o'xshamaydi. Meningcha nervi kesili bilan madaniyat omilining belgilik munosabati bor. Bu mening Freudning ayollar psixologiya tasavvurini tadqiq qilgandan keyin paydo bo'lgan o'yim. Odatda biz erlar jangovar, ayollar ojiz deb qaraymiz. Amaliyotda bu madaniyat omilining bizga ko'rsatgan ta'sir. Meningcha Freud madaniyat omilini o'ylashmaganlikdan eng oxirida belgilik xatolik farq kelib chiqqan. Mening bu temaga bo'lgan qiziqishim yaqin 15 yildan buyon bag'ansir kuchaydi. Bo'libmi men yana shuni aniq bayqadimki, ijtimoiy omillar ayollar psixologiyasida belgilik qo'llanilib qolmasdan boshqa jihatlardami nihoyat muhim ta'sir paydo qildi ekan. Bu bayqash psixologiya bilimlari va jamiyatshunoslik bilimlaridan kelgan nihoyat keng doiradagi Erich Fromm bo'lib, biz ilgari xizmatdosh bo'lgan. 1932 yili Amerikaga keldim. Bu yerda shuni bayqadimki, Yevropa davlatlarida ko'rgan ahvollarga solishtirganda, bu yerda kishilarning mijoz xulqi va nervi kesili qatorliq nurg'un jihatlarda farq nihoyat cho'ng ekan. Bu nuqtani tushuntirib bera oladigan faqat madaniyat farqidan iborat. Bu mening ko'z qarashimni isbotladi. Oxirida men ko'z qarashimni bizning davrimizdagi nervi kesili mijoz degan kitobda e'lon qildim. U bo'lsa-mu madaniyat omili nervi kesilini keltirib chiqarganligi, texnik konkret qilib aytganda, kishilik munosabat qalaymiqanchilik va kamchilik nervi kesilini keltirib chiqarganligining sababi. Nervi kesildagi ichki qo'zg'atish kuchi degan nima? Bu masalami mening bir turlik tadqiqotim. Men davrimizdagi nervi kesili mijoz degan kitobni yozishdan bir necha yil ilgari bu tadqiqotni izchil birla vaqt elib borgan. Bu masalaning birinchi javobi Freuddan kelgan bo'lib, majburiy ichki qo'zg'atish kuchi bu kuchlarni shakllantirgan. Uning his qilishicha, kishilarning qanoatlanish va mag'lubiyatga bardoshlik bermaslik psixikasining hammasi bu xil qo'zg'atish kuchiga tava bo'lib, insonlarning tug'ma iqtidori. Shunga ularning rol o'ynaydigani nervi kesili bemorlarla bo'lmasdan, balki barliq odamlardir. Ammo agar bu faraz puttirab tura olsa, undaqda nervi kesilini kishilik munosabatga qalaymiqanchilik keltirib chiqarolmaydi. Shunga bu masalaga nisbatan men oddiy holda tuyandik bir qancha nuqtani hosil qila olmayman. Faqat nervi kesili bemorlarning majburlash xarakterlik ichki qo'zg'atish kuchi bo'ladi. Ular amaliyotda bemor yolg'izlik, umidsizlanish, qo'rqish, dushmanlik qatorliq tuyg'ulardan erishgan turmush yuzlanish usuli. Qanoat hosil qilolmasligi muhim emas. Chunki bexatarlik tuyg'usi ular eng ehtiyojli. Kayniga ushringan tashvishlanish tuyg'usi ularda majburlash tuyg'usi paydo qiladi. Davrimizdagi nervi kesili mijoz degan kitobda hissiyot va huquqdan iborat bu ikki xil qo'zg'atish kuchiga bo'lgan benormal talabni tafsiliy, aniq tasvirlagan. Garchi Freud ta'limotidagi eng asosiy prinsipni qalbim e'tirof qilgan bo'lsa-mu, biroq men yana Freud bilan butunlay qarama-qarshi bo'lgan tadqiqot yo'nalishiga qarab manganligimni bayqadim. Chunki men texim yaxshiroq tushunmoqchi edim. Agar madaniyat Freudning nazariyadagi oshiq tug'ma qobiliyatni belgilagan bo'lsa, agar uning nazaridagi libido deb ataladigan narsalarning hammasi boshqalar bilan aloqa qilganda bexatarlik tuyg'usiga erishish uchun paydo bo'lgan andisha, paydo bo'lgan hissiyotga bo'lgan g'ayriy ehtiyoj bo'lsa, undaqda libido bo'lish nazariyasi puttirab turolmaydi. Balliq davrida kechirmishlar muhim emas, deganlik emas. Lekin uning turmushimizga ko'rsatadigan ta'sirini tushunganda Freudning nazariyasini qo'llanishga bo'lmaydi. Shunga tabiiy holda boshqa o'xshash bo'lmagan nazariyalar paydo bo'ladi. Shunga keyin men ro'yi analizning yangi yo'nalishi degan kitobni e'lon qildim. Buningdagi maqsad mening nazariyarim bilan Freudning nazariyasiga o'xshamasliklarni aniq ifodalab berishdan iborat.
Keyingi paketlar mening gumonimning to'g'ri ekanligini isbotladi. Nervi kesilida to'qinishning qandaq roli bor? Bu keyingi tadqiqotlarda men eng ko'ngil bo'ladigan joy bo'lib qoldi. Men Davrimizdagi nervi kesili mijaz degan kitobda o'xshash bo'lmagan nervi kesili xohishining o'zaro ta'sir ko'rsatishi nervi kesilining paydo bo'lishiga sabab degan bir qarashni o'ttirib qo'ygan edim. O'zini analiz qilish degan kitobda men yana nervi kesili xohishining o'zaro kuchaytirish roli bor. O'zaro ziddiyatlik bo'lgan nervi kesili xohishida yana to'qinish paydo bo'ladi. Eng dastlabda bu xil to'qinish bemorning boshqalarga bo'lgan ziddiyatlik pozitsiyasidan kelgan. Biroq vaqt qancha uzun bo'lsa, to'qinishning kelish manbasi shuncha keng bo'ladi. Eng oxirida bemorning o'ziga bo'lgan ziddiyatlik pozitsiyasi, ziddiyatlik fazilat va ziddiyatlik qimmat qarashining hammasi bu xil to'qinishni keltirib chiqardi deb o'tirib qo'ydim. To'qinish intayin muhim. Men nurg'un hadislarda bu nuqtani ko'ra olaman. Dastlabida bemorning ko'nglida ziddiyat borligini bilmaydiganligini bayqadim. Bu meni hayron qoldirdi. Uning ustiga ularmi bu jihatdagi ishlarni bilgisi yo'qdek qiladi. Ular men va ular bilan bu ishlarni muzokaralashganda tang'irqab qolgandek qiladi. Bundaq ishning yuz berish qitim soni ko'paygandan keyin ondan tushundim. Garchi men ularga yordamlashib, bu ziddiyatlarni hal qilib beray desam, ular menga o'xshash ziddiyat tahlilchilarini yoqtirmag'achqa tang'irqab qopti. Eng oxirida ular tuyuqsiz to'qinishni bayqagandan keyin yana aloqazodi bo'lib ketibdi. Bemorning bu xil inkosidan shuni bayqadimki, men amaliyotda bomba o'ynayapman. Bu bombalarning ularni tarmar qilish mumkinchiligi bor ekan. Ularmi tabiiy holda buningdan qo'rqadi ekan. Shunga bu to'qinishlarga duch kelganda o'zini chetga ilish pozitsiyasini tanlashmi normal ekan. Shuningdan keyin bayqadimki, bemor garchi amal qilib bu to'qinishlarni tinchitishga uringan bo'lsa-mu, lekin hal qilish mumkinchiligi yo'q ekan. Texmi aniqroq qilib aytganda, bu xil tirishchanlik aslida saxta inoqlik paydo qilib, to'qinishning haqiqiy mavjud ekanligini butunlay e'tirof qilmaydi ekan. Bemorlar asosligi tuvandagi 4 xil sinov orqali to'qinishni besiqtirdi. Birinchi xili bir qism to'qinishlarni yushirishga, hukmronlik huquqini qarshi tarafga o'tinib berishga urinish. Ikkinchi xili boshqalardan jiroqlashish. Amaliyotda nervi xarakterlik jiroqlashish tanholik bo'lib, biz hozir uning iqtidorini qaytadan tunib ketdik. Tanholik bir xil asosiy to'qinish. Shundaqla boshqalarga eng dastlab muomala qilgan chaqdagi bir xil ziddiyatlik pozitsiya. Uningdan boshqa bu xil tanholik yana kishilarning o'zi bilan boshqalar o'rtasidagi hissiyot orliqini saqlashiga turtki bo'ladi. Bundaq to'qinish zinnat buyumiga aylandi. Mundaqcha aytganda, uning yana tuyuqsiz so'qilishni besiqtirishga urinish degan ma'nosimi bor. Uchinchi xil sinoq nervi kesili bemorlarining o'zidan jiroqlashishi bo'lib, bu boshqalardan jiroqlashish usulining butunlay aksichi bo'ladi. Uningga nisbatan aytganda, aslidagi haqiqiy o'zi bu xil ahvol tufaylidan haqiqiy bo'lmay qoladi. Shuning bilan u haqiqiy o'zlik obrazining o'rnini olish uchun o'z g'oyasidagi obraz bo'yicha qalbida qaytadan bir o'zlik obrazini yaratadi. Bu g'oyaviy obrazda to'qinishning har bir qismi xilma-xil xarakterning o'xshash bo'lmagan tarkibiy qismi sifatida pardozlanib, to'qinish qanday holatni qayta ko'rgil bo'lmaydi. Nurg'un nervi kesil masalalarini biz ilgari ancha tushunmaydik. Tabiiy holda tahlil qilishga amal yo'q edi. Yana ikki xil nervi kesil xohishini turga ayirishga amal yo'q edi. Bu sinoqni elib borgandan keyin bu masalalarning hammasi hal bo'ldi. Mukammallashish uchun hozir individuallashgan o'zlik obraziga qarab tirishish, boshqalarning maqtashiga erishish uchun tirishish kerak. Amaliyotda o'zining individuallashgan obrazini boshqalarning e'tirof qilishiga erishtirish kerak. Boshqalarning maqtashi bizning ehtiyojimizni qondira olamdi yo'q. Yana bizning individuallashgan obrazimiz bilan reallikda zodi qanchalik farq borligiga qarash kerak. Farq qancha cho'ng bo'lsa, qiyinlik darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Bu xil g'oyaviylashtiriilgan obraz mukammal odamiylikka cho'nqur ta'sir ko'rsatadi.
Шуңа у to'qinishni besiqtirishga nisbatan aytganda eng muhim tajriba hisoblanadi. Biroq bir yangi ichki daz u tarafidan yasab chiqilgan. Шуңа uni davomli remont qilish kerak edi. 4-chi xil sinoq ilgari o'g'irliqcha boshqa to'qinishlarni yoshirib qo'ygan ichki yeriqlarni yamash. Ba'zida bemor o'zining ichki faoliyatini o'zining sirtida yuz bergan voqea deb qaraydi. Chunki ular mening og'zimdagi tashqi roldan foydalangan. Tashqi rol asli bilan g'oyalashtirilgan obrazning farqi nihoyat kichik bo'lgan haqiqiy o'zini butunlay boshqacha qilib qo'ydi. Uningdan boshqa u yana bir xil yangi to'qinishni paydo qilgan yoki aslida mavjud bo'lgan to'qinishni cheksiz cho'ngaytgan. Bu xil qarash texmi to'g'riroq bo'lib, uning ichidagi cho'ngish darajasi eng cho'ng bo'lg'ini o'zi bilan tashqi dunyo o'rtasidagi to'qinishdir. Men yuqorida misol keltirgan 4 xil sinoq bemorning to'qinishni tinchitish uchun qo'llangan usul. Bir tarafdan har xil nerv kasalliklarda ular rolini joriy qildirdi. Faqat darajasi o'xshamaydi. Yana bir tarafdan xarakter ularning ta'siriga uchraganlikdan nihoyat zo'r o'zgarish paydo qiladi. Darvaqa bu 4 xil usul hamma usul emas. Faqat mushu 4 xil usullar umumiylik ahamiyatiga ega. Boshqa usullar yo'q. Masalan, ko'nglida gumon bo'lsa, o'zicha to'g'ri deb qaraydigan pozitsiya bilan tinchitqili bo'ladi. Masalan, ichki dunyoda bo'linish paydo bo'lgandan keyin bundaq nuqul irodani mutlaq kontrol qilish orqali majburiy birlashtirgul bo'ldi. Yana masalan, to'qinish bilan g'oya munosabatlik bo'lganda bemor faqat ich pushqin chiqarish pozitsiyasida bo'lib, barliq qimmatga e'tiborsiz qarsalar, bu xil to'qinishni yo'qotqil bo'ladi. Aslida men tahlil qilingan bu to'qinishlardan kelib chiqqan oqibatlarni aniq tushunmaydim. Lekin hozir bildim. Har xil vahim paydo qilish, zehnini xuritish, axloq va e'tiqodni vayron qilish, chaplashib olish hissiyotidan intayin umidsizlanish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xo'rlashqa eg'ishning haqiqatan belgilik ahamiyati bor. Menmu bemorning barliq umidlarini to'liq tushungandan keyin ondan bu nuqtani tushundim. Men hozir u bemorlarning o'ziga bo'lgan ishonchisini yo'qotganlik uchun shunga ularning o'rniga dastilgan jinsiy turmush orqali to'qinishni hal qilishni sinab boqmoqchi bo'lganligini bildim. Ularning erishmoqchi bo'lgani o'ch olish xarakterlik g'alaba. Ularning xo'rlash harakatida ifodalangan pozitsiyasidan bu nuqtani ko'rib olg'il bo'ladi. Shunga meningcha o'zini texnik keng doirada ifodalayman deb turib olganlikdan buzg'unchilik xarakterlik foydalanish ehtiyoji paydo bo'lgan. Buning yolg'iz nerv kesili xohishi bilan hech qanday munosabati yo'q. Bu xildagi kishilarni biz vaqtincha xo'rlash talvaliki deb ataymiz. Chunki ularni texnik to'g'ri atag'ili bo'ladigan biror so'z topilmaydi. Boshqalarga yaqinlashish, boshqalarga qarshilik ko'rsatish, boshqalardan yiroqlashishdan iborat bu 3 xil pozitsiya o'rtasidagi asosiy to'qinishni dinamika markaz qilgan bir xil nerv kesili nazariyasi mana shunday paydo bo'lgan. Bu to'qinishlarni hal qilish uchun bemor dastlabda eng zo'r tirishchanlik ko'rsatgan. Chunki u o'zining mukammal iqtidorini saqlab, kishilik qadr-qimmatining parchalanish azobiga uchrashni xohlamagan. U haqiqatan sun'iy holda bir xil tangpunglik paydo qila oladi. Lekin yangi to'qinish uzluksiz paydo bo'lib turdi. Bu yangi to'qinishlarni hal qilish uchun u cho'qim yangi hal qilish usuli ustida uzluksiz izlanish kerak. Nerv kesili bemorlari bo'linmaslik uchun cho'qim ba'zi ishlarni qilib tartib solish holatini tirishib saqlash kerak. Bu ularni dushmanlashish, umidsizlanish, qo'rqish, o'zidan va boshqalardan texnik yiroqlashish imkoniyatiga ega qiladi. Eng oxirida kasallik ahvoli texim og'irlashadi. To'qinishni haqiqiy hal qilish teximi qiyinlashadi. Eng oxirida bemorning umidsizlik kayfiyati bag'ansir og'irlashadi. O'zi erishmoqchi bo'lgan to'liqlamaga erishish uchun faqat davomli xo'rlash qilmishini sodir qiladi. Ammo bu jarayonda umidsizlik kayfiyatimi uzluksiz kuchayib, yangi to'qinish tabiiy holda paydo bo'ladi. Nerv kesilining taraqqiy qilishi va u keltirib chiqargan xarakter qurilmasi eng oxirida paydo bo'lgani dal mushkil ahvol bo'lib,
kishini nihoyat g'ash qiladi. Men nimishqa bundaq ahvolda yana mening nazariyamni texim yaxshi nazariya deb atayman. Oldi bilan nurg'un kishilar umidvorlik bilan faqat nihoyat oddiy usul bilanla nerv kasalini davolag'ili bo'ladi. Bu amaliy ahvolga uyg'un kelmaydi deb qaraydi. Ammo mening nazariyarim dal mushkil qarashni ag'dirib tashladi. Albatta, nerv kasalini davolash intayin murakkab. Bundaq umidsizlanishmi to'g'ri emas. Mening nazariyam nerv kasalining murakkabligi va ig'irligini oydinlashtirib qolmay yana to'qinishga petib qolgan aktiv, umidvorlik nuqtai nazarini pasaytishga yordam berdi. Shundaqla bizning tirishib amaliyot jarayonida bu to'qinishlarni uzil-kesil hal qilishimizga yordam berdi. Shuning uchun men o'zimning nazariyasini texmi yaxshi deya olmayman. Nerv kasali bemorlari o'zining to'qinishni hal qilishini sinab beqish amaliyotga uyg'un emas. Balkim to'qinishni hal qilolmaydi qolmasdan aksicha o'zining ahvoliga ziyon yetkazadi. Nerv kasali to'qinishining oqilona hal qilish usuli yo'q. Ammo agar odamiylikda bu xil to'qinishni keltirib chiqaradigan holatni o'zgartirgili bo'lsa, balkim bu to'qinishlarni hal qilg'ili bo'lishi mumkin. Bir odamning umidsizlik, qo'rqish va dushmanlik tuyg'usi qatorliqlarning hammasi tahlil qilish orqali tuvallaydi. Boshqalar bilan o'zining jiroqlash darajasini tahlil qilish orqali kichiklaydi. Shunga tahlil xizmati yaxshi ishlansa, bu holatlarning hammasi o'zgardi. Freudning qarashicha odam cho'qim azobga bardoshlik berdi. Eng oxirida hammasi vayron bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda u odamiylikni oq ko'ngil deb qarmaydi. İnsanlarning taraqqiyot istiqbolini texmi yaxshi ko'rmaydi. Shunga u nerv kasali va uni davolash ahvolini yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar garchi tabiiy iqtidorning turtkisi bilan harakat qilsa-mu, lekin bu xil tug'ma iqtidor asos jihatdan idora qilinadi. Eng ko'p bo'lganda yuqori ko'tarildi. Lekin meningcha har bir odam o'zining yoshirin iqtidorini yuqori ko'tarish orqali o'zini texim munavvar qilishni umid qiladi. Odamning bu nuqtani ishga oshirish iqtidori bo'ladi. Buningga men cho'nqur ishonaman. Biroq yoshirin iqtidor izchil saqlanib turmaydi. Agar bir narsa uning boshqalar bilan yoki uning o'zi bilan bo'lgan munosabatga uzluksiz ta'sir yetkazsa, u o'zining yoshirin iqtidorini yo'qotib qo'yishi mumkin. Qancha cho'nqur tushungan siri bu dunyoda yashayotgan kishilarning o'zini to'xtamay o'zgartiradiganligiga shuncha ishonaman.